yutqazadigan kuchga ega bo'lgan, shunaqa kuchli bo'lgan malhamlarimiz. Albatta sizga tavsiya qilamiz azizlar. Mana patsientimiz foydalangan patsientlarimizdan fikr mulohazalarini eshitamiz. Siz ushbu malhamdan foydalangansiz. Siz o'zingizda qanaqa o'zgarishlarni sezgansiz? Shuni bizni kuzatuvchilarimizga qisqacha aytib o'tsangiz agar. Men bundan foydalandim. Menga polartrit, osteoxondroz, keyin gemoroy kasalliklari kuchayib ketgan edi. Mana shu gemoroyga ham nima qildim? Yaxshi ta'sir qildi, bir martani o'ziga yo'q. Keyin revmatizmdan hamma bo'g'inlarimga kuchli og'riqlar bo'laydi. Shu og'riqlarimni oldi. Men sog'lom his qildim o'zimni. Qancha ukol dori olib, narsa qildim, lekin foydasini ko'rmadim. Lekin shundan bir marta foydalanishdan foydasini ko'rdim. Tez tomoq og'riqqami, yut tarbiyasiga ham foydalanaman. Mana nevarachamni ham shu narsadan tuzatib oldim. Nima bilan bezovta bo'ldi bu? Allergiya edi. Undan keyin qanaqandir tomoqlari og'rib, tez bo'lib yurardi. Shu narsalar yo'q bo'lib ketdi nevaramga. Qanaqa foydalandingiz? Bildirish uchun keldim. Siz nimaga foydalandingiz bundan? Bizani tinglab turgan tinglovchilarimizga bemalol batafsil o'zingizning o'sha tanangizda qanaqa his qildingizki, yaxshi tomonga o'zgarishnimi? Nima his qildingiz siz buni foydalanganingizdan so'ng malhamdan? Men buni birtasini ishlatib turib, ancha foydasi borligini bilib qoldim. Bu Nargizxon unaqamizga shifokorimizga minnatdorchiligimni bildirish uchun qaytib keldik. Tanangizni qaysi a'zolariga foydalandingiz siz? Tanamni hamma a'zosiga. Mana основной stentim bor yuragimga. So'ngra nafas qisishlarim bo'lardi. Zeriksam agar yaxshi unaqa qila olmasdim. Bir nima suvni ham ko'tara olmasdim, bir chelak. Ana kun hozirda Xudoga shukr qo'limni qimirlataman deydim. Shu yerda kuchli og'riq bor edi. Bir marta surtganimdan Xudoga shukr qo'llarim yaxshi. Uy ishlar ko'p edi qo'llarimga. Ular sog'ayib ketdi. Qancha muolaja olgansizlar sizlar? Masalan, shu kasalliklaringiz bo'yicha davolanib, qancha doktorlarga borgansiz, qancha muolaja olgansiz? Unaqa Tavaqsoylarga borib davolandim shu kasallarim bo'yicha. Xo'sh, nima tabiblarga ham uchrashganman shu kasallarim bo'yicha. Xudoga shukr, ana shundan hozircha kuchli foyda ko'rib o'tiribman. Men yo'llarga yurib olmas edim. Ana sizni izlab keldim shuncha yerlarga. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Kichkinagina bizning mo'jizaviy xususiyatga ega bo'lgan chayon zahridagi malhamlarimizni azizlar sizlarga ham tavsiya etamiz. Turli xil